Sizlarga bitta omonat so'z bor, menga yetkazib qo'yay. 4 kun oldin bir hoji ona telefon qildi. Uyqusidaman eshitib turinglar. Masala emas bu. Voqea. Menga qaranglar. O'sha ona aytdiki, meni otimni aytmang, meni o'g'limni otini aytmang dedi. Unda so'ramadim, bilmayman kim telefon qilgan. Nima uchun surishtirmadim bilasizmi? Hamma meni onammikin deb qo'rqib o'tirish uchun. Men so'ramadim, surishtirmadim. Sizni onangiz menga telefon qildi. Mandaqcha aytaymi? Domla, meni o'g'lim, ikkita o'g'lim bor. Katta o'g'lim uyquga chiqib ketdi. Kichik o'g'lim katta eshikda qoldi. To'liq gapini yetkazaman. Menga omonat qildi, men sizlarga yetkazay. Kichik o'g'lim katta eshik ekan, katta eshikni mayda chuyda rasxoti bo'lar ekan, o'zini tutolmayapti deydi. Yegan nonimiz bor deydi. Ammo mashinamiz yo'q, uyda dushimiz yo'q. Maydimi baylaganga molimiz yo'q, sutimiz yo'q. Yegan ovqatimiz bor deydi. Orada go'sham yeb turibmiz deydi. Xudoga shukr. Nolib aytmayapman deydi. Nolyapti deb tushunmang domla. Sizga bu savol. Katta o'g'lim uy qilib chiqqan, uni qator mollari bor. Sog'in sigiri bor, uyda suti bor. Tayda mashinasi bor. Har yili bahorda Rossiyaga chiqib ketayotganda mashinasini sotib, Ina markazini sotib ketadi. Kuzda Rossiyadan kelganda qimmat mashina oladi deydi. Ishonasizmi? Mashinaga o'tiring, ona demaydi deydi. Meni o'ta hurmat qiladi. Kelib onajon deb qo'limni o'payotgan, onam deb erkalatayotgan, bir-birdan onman yo'qlamaydi deydi. Xotinim monoyot bo'ldi deb akkemaydi deydi. Xotinidan o'g'illiqcha ko'chadan 1 kilo go'sham ko'tarib kelmaydi deydi. Kelinim aybdor deya olmayman deydi. Bir manda qilib yo'qlashni ham bilmaydi deydi. Men og'rib qolsam, o'sha o'g'lim Rossiyadaligida bo'lsa, xafa bo'lmayman. Shu yerdaligida biz tez yordam chaqirib banisiga boramiz. Ukasi ham akasiga aytgan tortinadi deydi. Hammomga tushmoqchi bo'lsam, o'sha katta o'g'lim uyida hammom bor. 1-2 marta o'shaga borib tushay desam, bugun o't qolamadik. Suv yo'q edi. Tortinib qolar ekansan. O pulli hammomlarga tushaman deydi. Yupanib qolgan shu kuni yig'ladim. Xolam o'sha ayol bilib qolmasin deb yupanishga harakat qildim. Aka, do'zaxda ekansan. Inshaalloh qiyomatda men guvohlik beraman, o'sha odam do'zaxda edi. Tasavvur qiling, men mana o'sha deb biling. Bitta so'z o'xshamay qolsa domla qo'shib qo'yibdi, o'zi menidan deb biling. Ovqat qilsang hidi bilan qo'shningga ozor berma degan onangiz u. Mana xorlik. Hammomga boray desam, suv yo'q deb qadi, o't qolamadik deydi. Hammomga boraman. Hammomga borib qaytaysam, taksi tutishga to'g'ri keladi. Kelgunicha yanimizda qolaman. Hammomga ham borgim kelmaydi deydi. Hammomga borsam sal suvayim nima bo'larmikin deydi. Hidlanib ketaman deydi. Uyda saraton yozib yuvib olishim mumkin deydi. Gapira olsam gap ko'p deydi. Domla o'g'limning nomerini bermayman deydi. Elga gapiring deydi. Elda yaxshilari ko'p. Samovarda yetkazilsin. Ko'chalarda yetkazilsin. Ko'chib chiqib ketgan qutuldimi deyapti. Birodar, birodarim, siz bir pulda go'sht yesangiz, onangiz, otangiz 3 kun go'sht yemagan bo'lsa, go'sht harom. Samovarda osh yeyotgan bolalar dadasi yemagan kuni o'sha ovqati harom, bilasizmi shuni? Boyvachcha musulmon bunaqa munofiq bo'lmaydi. O'shining kimligini yaxshi ham bilmagan, bilib qolsam ko'rishmay qardim qiyomatgacha. Tavba qilsa men tavbasini qabul qilmayman. Robbim qilishi mumkin, men qabul qilmayman. Agar siz shunaqa bo'lsangiz, istig'foringizni ayting birodar. Siz kechirilmaysiz. Ona, ota oq qildim deyish shart emas. Alqamamida roziyallohu anhu onasi oq qildim demasa ham o'tayotganda kalima shahodat aytolmay qoluvdi. Rasululloh chaqirsa, bu onasining o'rtasida nima bor ekan deb surishtirib turib oldi-yu. Qalbim ranjidi dedi. Onangiz sal xafa bo'lib qolsa bo'ldi, siz pishdingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otasi, onasi xafa bo'lgan farzand namoz qancha bo'lsa o'qirsin, ammo jannatdan umid qilmasin dedi. Masjid to'risida iymonda orqasida o'qing menga desa boru, sizga jannatdan o'rin yo'q. Bundan ham qo'pol nima qilib aytish kerak? Birodarlar, nechta farzand bo'lsa, boyini yuklanadi, bo'yni yuklanadi. To'g'rimi? Kambag'al qanaqa beradi? 10 o'g'ilmisizlar? Ota-onani boyi boqadi. Dadamni uyini egallab o'tiribsan, men qilsam o'z mehnatim bilan qildim. Men bu davlatga erishishim uchun necha yil Rossiyada yurdim, deyilmaysan, sen qilasan. Bunaqa odamlar sizlashga loyiq emas. Qiyomatda sendan so'raladi, ko'zingni ochib. Falastinda Izraillar bir onani
xorlayapti deb xafa bo'lmang. Mayda sizni oshinangiz xorlab turibdi nima shu yerda. Siz erta Izraildan xafa bo'lmang, o'tiribdi ona jumada. Yaramas.